Lunch kompaniyasi nafaqat maktablarni mazali va foydali oziq-ovqat bilan ta'minlaydi, balki bolalar uchun qulay va ilhomlantiruvchi muhit yaratadi. Yaqinda biz 13-maktab oshxonasida kapital ta'minlash ishlarini amalga oshirdik. Zamonaviy jihozlar o'rnatdik va ichki ko'rinishni tubdan yangiladik. Endi bizning sa'y-harakatlarimiz tufayli bolalar quruq ovqatlantirishdan voz kechib, sifatli taomlarni iste'mol qilmoqdalar. Bizning eng katta faxrimiz shundaki, kam ta'minlangan oilalarning farzandlari uchun bepul ovqatlantirish tizimini yo'lga qo'ydik. Chunki har bir bola hayot sharoitidan qat'iy nazar sog'lom oziq-ovqat va g'amxo'rlikka loyiq deb hisoblaymiz. Maktab oshxonasidagi taomnoma malakali texnolog tomonidan tuziladi. Mavsumiy mahsulotlar va bolalarning ehtiyojlari inobatga olinadi. Taomnoma har kuni yangilanadi. Ratsionda foydali mahsulotlar, baliq va qovoq muntazam tarzda kiritilib, ovqatlanish xilma-xilligini va to'yimli bo'lishini ta'minlaydi. Good Lunch bu shunchaki oziq-ovqat emas, bu g'amxo'rlik, iliqlik va farzandlarimiz uchun kelajagiga qo'shilgan hissadir.